Teshiy ko'prik 3-do'kon. Avto zapchasi yonidagi do'kon. Xudo xolasa, mana shu do'konimizda har doim qaynoq skidkalar bo'ladi. O'sha yengillik skidkalarimizni bir aytib o'tib ketadigan maqsadda video qilman. Ozgina bardak e'tibor bermaysizlar. Juda yengilliklarimiz, mayda-chuyda yengilliklarimiz, katta yengilliklarimiz keldi. Yengilliklarni bombasi mana teleskopichki karpayuklarimiz bo'ladi. Xudo xolasa Teshiy ko'prikda ham bu skidkamiz boshlandi. O'zgarishda so'rashuvda juda xadavoy bo'lib ketuvdi. Juda yetkazib olmay qolgan skidkamizdagi qarmoqlarimiz xudo xolasa bu yerda ham qo'yildi. Kaida firmasiga tegishli 360, 330 и подшипникli katushkalari bilan 5 metalik, 6 metalik katushkalari bilan skidkaga qo'yib yubordik. Xudo xolasa kelib, ko'rib, o'zingizga yoqqanini tanlab olib ketsanglar bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, o'sha o'zgarish narxi 300 ming so'm. Komplekti. Bemalol kelib, ko'rib, o'zingizga yoqqanini tanlab olib ketsanglar bo'ladi. Do'konimiz o'sha 3-do'kon, Teshiy ko'prik 24/7. Hammaga omad, charchamanglar. Yaxshilik ko'rishinglar.